O'zbekistonda yangilik. Endi ixtironi zo'rini qilishdi. Ixtironi qaranglar. Mana buni olib kelib to'kasan, do'stlar. To'kkandan keyin bu sekin mana buni ko'rasizlar, mana ko'tarilib ketadi. Anaqani to'kkandan keyin bu metda bunday baqa yurar ekan. Bu baqa yurib, o'zimizni ixtiro, o'zimiz like qo'yib padish qiladi. Ixtiro tepaga to'kishar ekan. Tepada maydalanib, anaqani maydalab tashlaydi ekan. Maydalagandan keyin apparat qaranglar. Voy, mana maydalayapti. Mana, hozir ko'rib turibsizlar-da. O'zi to'kar ekan, maydalab to'kib berar ekan. Ketdi mana. Xo'p. Bunisi baqa to'kyapti, bunisi baqa to'kadi, bu bo'luvchiga to'kar ekan. Hozir mana anaqaning ichida maydalayapti, do'stlar. Ketdi. Mana ochilar ekan, o'zi to'kilyapti. Buning ichida guvur qilib aralashtiryapti. Aralashtirgandan keyin operator yaqinroq oling. Metni yana bitta aralashtirar ekan, anaqani aralashtirar ekan. Aralashgan tepasi sho'tga tepasini tozalar ekan. Tozalab bo'lgandan keyin mana anaqa vibratsiya berib ichini to'ldirib ketar ekan. Keyin orqaga olar ekan. Orqaga olgandan keyin bu tepadagi press mana pressladi. Anaqani presslab qattiq qilib yuborar ekan. Qattiq qilgandan keyin tayini bo'shatib yuborgandan keyin yana dirsaytib bosib pastga tushib yuboradi. Undan keyin bitta bo'lib chiqar ekan. Endi mana bu yerda mana qizdirilgan qaranglar, issiq lampochkalar bor ekan. Issiq lampochkada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metr, salkam 10 metr joyda qizdirilib quritiladi bu narsa. Quritilgandan keyin oxiriga kelgan paytda mana o'sha quruq holatda shaqirish qiladi. Voy, bitta odam qo'lini ham tekkizib qo'ygan yo'q. Faqat mana shu yerda shuni oladi, tayyor mahsulotni olib, mana yashiklarga qo'yadi, do'stlar. Endi yashikda keyin o'sha olgandan keyin, o'sha keyin perchatkalarda qo'llab bu narsani qoplab sotishadi. Do'stlar, mana shu biznes orqali kuniga $100, $300 daromad qilsa bo'lar ekan. Yana bitta yaxshi tomoni do'stlar, 6 ta odamning ishini bitta apparatda o'zi qilyapti. Bitta odam 6 ta odamning o'rniga 2 ta odam ishlayapti. Bittasi batda ishlayapti, mana uni to'g'rilab taklab ketyapti, bitta odam apparatda ishlayapti. Bo'ldi. Boshqa hech nima. Bu toza Made O'zbekiston, o'zbekning ixtirosi do'stlar. Shu o'zbekning ixtirosi uchun like qo'yib podeshka qilamiz. Akamiz yana boshqa narsalarni ixtiro qilyapti ekan. Bunaqa ixtiro do'stlar ko'rmagansizlar. Voy, oqqan ishlab chiqarish biznesi do'stlar. Hozirgi paytda bu trendda o'lmaydi ham, tushmaydi ham. Odamlar oqqan doimo yeydi, doimo maza qilishadi. Eng qiziq bor, bu oqqan mahsulot bor-ku, buni olib ana shakarlarga, piramnilarga ishlatishadi bu narsani. Xo'p, yuringlar do'stlar, endi ixtirochi akamiz bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ixtirochi akamiz Odilxon aka, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Faqat Xitoylardan ixtiro qilardik. O'zimizda ham mana bor ekan, yo'q. Xitoydan kamchamiz bormi bizni? Iloy aka. Do'stlar, akamizni ixtirochi akalarni like qilib quvvatlaylar, inshaalloh bizda ham o'sha zo'r narsalar chiqadi. Bu narsa ham o'zi ancha-muncha zo'r narsa ekan. Bitta odam qilyapti, 6 odam ishini, to'g'risi. Xo'p. Aka, buni qancha vaqtda ixtiro qildingiz? Buni ochig'i ancha ishladik bu ustida. Ancha ishladik. Dastlab birinchi stanokda 2019-yil bitkazdik, ishga tushirdik. Endi hozir uni kamchiliklari, ba'zi endi har qanday narsaning kamchiligi bo'ladi. Bu narsalarni bartaraf qilib, boshqa endi yangicha shuni hozir mana ishga tushirdik. Yaqin. Eng oxirgi variant. Yo'q aka, gaz ko'rmadi, faqat to'kdi ekan-a bu. Faqat to'kdi ishlaydi. Endi hali to'kdi rasmiy o'tib to'kib ketganim, qanaqami undan bormi? Endi soatiga 30 kilovat to'kib ketadi. 30 soatda. Hozir o'zlaringiz ishlab chiqarib sotar ekansizlar-a buni? Bu ham o'sha sotilib ketyapti-a bular. Sotilgan. Xo'p. Aka, endi men to'g'risi ko'rib birinchi bo'lib Xitoynikini bilganman. Ana narsalarga ham o'yinchi ekanmisiz? Shuni Yaqinroq olavering. Bu Xitoydan kelganmi yo? O'zimizga mi? Made O'zbekiston. Made O'zbekiston. O'zingiz tergansiz, to'g'ri. O'zimiz terganmiz.
bu stanoyda hamma narsasi o'zini shu yerda qo'lda yig'yapti. Ha. Xitoyga, Turkiyaga yoki boshqa qayergadir chet davlatga ehtiyojimiz yo'q. Qo'l o'zimiz yig'yapti. Hozir men do'stlar hayron qolganim, stanoy polniy avtomat ekan-a. Qo'lni avtomat. Faqat shu yerda bitta odam qarab turar ekan, haligi loy poyiga, abani to'kilib ketganlarga yaxshi tushungan. Qolganiga bitta odam teryapti xolos-da. Qaranglar, do'stlar, yana bir boshidan tushuntirib beraman. Shakarni chuqurga to'kiladi. Bu ham avtomat, o'sha ozayib qolganda o'zi tosaveradi. U ozayganni ham datchik qo'yib qo'yganmiz. Ha. Buning ichida ham datchik bor, pastida ham, tepasida ham. O mana o datchik bor ekan, qizil uni ko'rinyapti. Ko'rinib turibdi. Operator ko'rsatalasizmi? Qizil datchik bor ekan o'sha. Bu datchik nimaga o'zi? Bu datchik buning ichida shakar bor yo'qligini, qancha shakar borligini signal berib turish uchun qo'yilgan. Ha. Mana buni ochib ko'rsatsak ham bo'ladi. Bunday qilaylik. Yaxshi to'xting, mana buni ochamiz. Qo'lni hamma yo'q datchik. Aha. Datchik. Naryoqda tegirmonda shakar kamayganda bundan kerakli shakarni o'zi oladi. Aha. Avtomatik. O'zi oladi, tegirmonni bonkirida shakar to'lganda to'xtaydi. Xullas kalom shu, yerdan shakar solib qo'yadi, yo'qdan tayyorroqdan olaveradi. Kerakli shakarni o'zi doim faqat bitta odam solib tursa bo'ldi. Buni ham mana hozir e'tibor qildim, bir yarim soatdan beri hech kim qaragani yo'q. Bitta to'ldirib qo'ysa bo'ldi, shu bilan o'zi yarim soatda nima qilaveradi? Ash bonkir to'ldirib qo'yadi, bo'ldi, yo'qda bemalol boshqa ishni qilib ketaveradi. Endi aka bizni o'zbekchilik narsa, hali o'zbekniki, Xitoyniki bari yaxshi, o'zbekniki sinib qoladi, qoladi deganda. 2019-da qilganmiz sizlar birinchi sanaga. Nechta sanaga qildilar? Shu paytgacha Tojikistonga sotdik. Tojikistonda Qo'rg'ontepa degan shaharchasini sotdik. Hozir ko'plab narsa ishlayapti. Surxondaryoga sotdik, Marg'ilonga sotdik, Sirdaryoga sotdik. Bular ham hozir mana ko'rsatib qo'ying. Bular ham hozir yangi o'sha menimcha yasalayotgan bo'lsa kerak. Ha, bular ham o'sha zapas tayyorlayapti ish orasida. Klient bo'lib qolsa, kelib qolsak, sotamiz xudo xohlasa. Xo'p, Odilxon aka, bu apparatimiz hozir o'sha oqqan ishlab chiqarish biznesini qilyapti. Buni o'rniga suxari, yana boshqa bironta mahsulotlarni va shunaqa presslab chiqarilgan mahsulotlarni qo'ysa bo'ladimi? Isirg'ibiki bor. O'rnat turoqsi bo'ladimi? Bo'ladi. Masalan, endi nima deydi? Muhandis, konstruktor odamga kimdir kelib turib, menga mana shunaqangi texnologiya kerak desa, o'zi shu narsani kashf qilib yasab berishi mumkin. Yoki kimlardadir qanaqadir ustanovlar bor, uni ishlatilmasdan chet eldan olib kelgan, misol. Olib kelgan, lekin ishlatilmayapti, qayerda ketgan. Shu narsani miyasini boshqatdan yig'ib berish kerakdir balki. Shunaqangi takliflar bo'lsa, xudo qodir qilganicha yig'ib berishimiz mumkin miyasini. Do'stlar, hozir shovqin kelganda tepada tegirmonga tushganini bilyapti. O shakar ishga tushdi-da. Ha, shakar ishga tushdi. Tegirmonda shakar kamayganligi uchun ana u narsa ishga tushdi. Nega tortishni boshladi? Suvni ham miqdorini o'zi aralashtirib beryaptimi? Yo'q, suvni miqdorini ham o'zi aralashtirib beryapti. Kerakli suvni mana aytash. Turbada tortib qo'yganmiz. Kerakli suvni o'zi o'chirib o'zi yoqadi. Mashalloh. Umuman hech kim aralashmaydi xullas kalom. O'shlarga o'ni bolamiz. Ular PUBG o'ynab o'tirib to'g'ri ham. Qarorani tutib qo'yapti qilib. Yo'q. Faqat chiqaraylik, bir ovoz so'qirasiz. Xo'p. Berla bordingiz. Baqa kelib oling. Odilxon aka 1 soatda 30 kilo chiqaradingiz-a? Yo'q, 30 kilovat to'k rasot qiladi deydi. 30 kilovat to'g'ri. 1 soatda 250 kilodan 300 kilogacha oqdan chiqaradi. Bitta ashib turishda tashaveradi. 1 soatiga mana shu stanok 6,5 tonna 7 tonnagacha chiqaradi. Lekin buni masalan kimdir menga ko'proq ob'em kerak deyishi mumkin, 10 tonnalik deyishi mumkin, 15 tonnalik deyishi mumkin.
zakazga qarab ko'proq chiqaradi. Hali kichkina oq qandlar bor. Ularda ham qilsa bo'laveradimi? Bo'ladi. Kichkina katta oq qandlar bo'ladi. Ularda ham to'g'rilasa bo'ladi. Endi hammasining qizig'i do'stlar, sizlarga menimcha qiziq bo'lsa kerak. Buni mullajiringa qancha ekan buni? Endi 4 ta 5 ta yasaganmiz deyapsiz. Yasab sotdik. Ha, necha kunga buni sotib, bu o'zlaringiz chiqaryapsizlar ekan bunisini. Ha, endi bor gapni ochig'ini aytish kerak. Dastlab Tojikistonga 15 ming dollarga sotganmiz o'tgan yil. O'tgan yil Surxondaryoga 15 ming dollarga sotdik bu narsani. Endi shu yil 20 ming dollardan sotyapti. 20 ming dollarga qilib Marg'ilonga o'rnatib keldik, 20 ming dollarga sotdik. Xo'p, 20 mingga buni o'zi olib ketadi yoki borib ustanovka qilib ishlatib berasizlar? Biz bu yerda buni tayyorlaymiz. Tayyor bo'lgandan keyin mashinani u klient jo'natadi, biz yuklab jo'natamiz. Olib borib, o'rnatib, ustanovka qilib, ishlatib, egasiga o'rgatib berib kelamiz. Endi bitta qiziq tomoni mana 5-6 yil bo'lib singani. Buziladigan joylari qayerda endi buni? Buziladigan joylari borda endi. Texnika narsa borki buziladi. Mashina buzilayotgan bari bu shuni. O'sha joyi qanaqa? Endi qiynalmaydimi? Borasini klient odam oladigan bo'lsa, kamida 6 oygacha hammasiga biz garantiya beryapmiz. 6 oygacha nimadir bo'lsa, boshqa bo'lsa, mana misol uchun Tojikistonga 2 marta отказ qildi, elektronika tomonidan. Shit отказ qildi, borib hujjatga berdik. Shu shunday misol uchun klient oladigan bo'lsa, borib o'zimiz barcha shit ham mukammallangani bo'lsa kerak, o'sha. Xudo xolasa endi bu oldingilar jarayonlardan kelib chiqib, xatolardan kelib chiqib zo'r. 20 ming dollarga O'zbekistonning Luboy chekkasiga borib ustanovka qilib berasizlar. Tojikistonga endi menimcha kargosi kelishgan holatda bo'lsa kerak. Shunaqa. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Puliga arziydimi yo'qmi? 1 soatda 200 kilo chiqarganda ham aka necha pul foyda qoladi 1 kilosidan aka? Endi kilosidan 500 so'm atrofida pul qoladi. 500 so'm foyda katta emas. Xo'p do'stlar, 1 soatda 200 kilo chiqarsin deylik. Sekin ishlasin, tez ishlamasin. Necha pul foyda bo'ladi agar kuniga 8 soat ishlasa? Matematikalar shu yerda bo'lsa, kommentariy yozib qoldiring. Buncha foyda qoladi. Qani kim ziyrak ekan do'stlar? Pul arziydi yo'qmi? Kommentariy fikrlarni yozib qoldiringlar. Bu biznesda qilsa bo'ladimi yo'qmi do'stlar? Oqqan biznesda necha yildan beri bor. Menimcha bundan keyin ham bo'lsa kerak to'g'risi. Akamizga ixtiroga layk qo'yib, podpishka qilib, ekran nomeriga aloqa chiqaramiz. Oybek Qosimov bonus bu narsa qilaverasiz. 3 kilo shakar qo'shgan, 3 qop shakar. Oybek Qosimovdan keladigan bo'lsa, shu kanaldan ko'rib keldim deydigan bo'lsa bonus beramiz. Bonus qilaverasiz. Sog' bo'ling, layk qo'yib, podpishka qilamiz, ixtiro chakar.